Ana o'sha Siniy most. Bu qadimiy savolga javob topamiz. Ona lineyka ko'rinib turibdi. Toshkent shahri dengiz sathidan taxminan 450 metr balandlikda joylashgan. Farg'ona shahri esa dengiz sathidan taxminan 550 metr balandlikda joylashgan. Lekin u qaysi dengizda sathidan hisoblanadi? Qayerda o'sha 0? Aynan shuni ko'rish uchun Sankt-Peterburg shahrida dengizda Baltika dengizida joylashgan Kotlin oroliga keldim. Kronstadt shahrida, aynan shu yerda Kronstadtda futshtok o'rnatilgan. Hamdo'stlik davlatlari uchun dengiz sathini balandligi, dengiz sathini 0 aynan shu binochadan, shu futshtokdan o'lchanadi. Shu futstokda ostida quduq bor. Bu quduq esa mana bu kanal bilan birlashgan, tutashgan joyi bor. Shu quduqning ichidagi shu kanalda suvini balandligi o'lchanadi. Aynan shu balandlikda o'rtachasi dengiz sathini 0 deb hisoblanadi. Bu yerda mana shu Siniy most, ana bu ham mashhur bo'lgan Siniy most. Mana bu yerda nivelirniy ishodniy punkt deb yozgan joyi bor. Uni pastda esa uni shkala turibdi. Mana shkala do'stlar. Pastdan tushmadim, qulib ekan, tushgani menimcha ruxsat yo'q shekilli. Mana do'stlar, mana shu shkaladan dengizda sathi o'lchanadi mana. Uni eng pastida turgan joyini o'qisak, ishodniy punkt, nivelirniy siti SSR. Aynan shu joyda dengiz sathini 0. Mana shu dengiz sathini 0. Shu yerdan hisoblanadi do'stlar. Toshkent balandligi mana shu plankadan 450 metr balandlikda. Farg'onaniki esa 550 metr balandlik. Do'stlar, videolar ma'qul kelayotgan bo'lsa, obuna bo'lishlaring mumkin. Keyingi videolarim bundan ham qiziqroq bo'ladi.